Tak, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Do'stlar, tug'anlar. Sizlarga o'zbekcha gapiraman. Ruscha ham balkim qo'shaman. Xullas, bunda manaqa gap. Mana shu biz yurayotgan yerlarni ko'ryapsizlar, ha? Meni kanallarimni ko'rganlar va boshqalarga ham, ko'rmaganlarga ham, hamma yangi kirganlarga ham, hammasiga sizlarga e'tiborga mana shu yerlarda yashab, ishlab, qandaydir hayotimni kechiraman desanglar, bizga yozinglar. Birinchidan O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston odamlariga, kim Rossiyaga borib, 1,5 ming patentlarga pul xarjlayotganlarga hammasiga mana shu sizlarga maslahat. Xohlasanglar bizga chiqinglar, biz sizlarni ashi rasxodinglarni bir marta olamiz, ashi rasxod qilgan Rossiyada rasxod qilib qul bo'lib ishlaganlaringlarni. Bir marta olamiz, mana shu yerga olib kirib sizlarni joylaymiz. Любой yerga borib ishlayverasizlar. Xohlagan yeringlarga borib ishlaysizlar, balobatlar qilasizlar, ustalar, har xil ishlar. Xullas, ashi O'zbekistondan borayotganlar hammasi bizga ko'pisi yozyapti hozir. Endi qanday borsak bo'ladi deb. Endi biz mana shu videoni qo'yadigan bo'ldik endi. Chunki sizlarga ming tushuntiryapmiz. Men уже 3-4 yildan beri sizlarga TikTokda gapiraman shuni. Fransiyada bo'lganda ham gapirdim. Hozir endi mana Orolga kelib qoldik. Orolda mana sizlarga videolar qo'yyapmiz har xil. Xullas, kelaman deganlar bizga nimaga chiqinglar, svязga. Любой Rossiyaga boraman degan nimalarni biz sizlarga tushuntirib beramiz. Rossiyaga borib foydasi yo'q. Bu yerga kelsanglar o'zingizlarnigina emas, bolalaringizni ham keyinchalik dokumentli qilasizlar. Rossiyskiy pasport olib yurmanglar. Mayli kelib Yevropeyskiy pasportlar olinglar, tillar o'rganinglar. Mana shunaqa hayotni o'zingizlarda shuni qo'zg'altinglar, o'zingizlarning ichingizlarda. O'ylamanglar, что faqat Rossiya. Dunyo keng. Hamma dunyoda yursa bo'ladi. Faqat Rossiyaga boramiz, Amerikaga boramiz, u balobotlar, u ish emas bu. Tushunasizlarmi? O'shanga mana shu примерно 3 minut reelsga yozaman. Balkim skorost qo'yamiz, ko'ramiz. Shu bu tezroq sizlarga ozgina qarasanglar ham tushunib olasizlar. Xullas, yozinglar, biz shu yerdamiz. Любой davlatga, 28 ta davlatga, xohlagan davlatinglarga olib borib sizlarni joylab qo'yamiz. Любой yeringlarga. Faqat Rossiyaga bormanglar. Bilasizlarmi meni? Rossiyaga qarshiman. Davat kutib qolamiz. Xayr.